إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'oni Karimda avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek 90 o'rinda Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhallazina amanu deb iymon keltirgan kishilarga nido qiladi. Shundan 11 tasi sura Baqarada bo'lib, biz avvalgi darslarimizda o'rgangan bo'ldik. Bugungi darslarimiz sura Ali Imronda birinchi nido. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minallazina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin wa kayfa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fiikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Alloh subhanahu va taolo bu nidoda iymon keltirgan kishilarni ogohlantiryapti. Avvalgi darslarimizda bayon qilgandiki, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, Alloh subhanahu va taolo ey iymon keltirgan kishilar deb nido qilsa, qulog'ingni yaxshi berginki, yo Alloh seni bir yaxshilikka buyuradi, yo yomon bir xatarli narsadan ogohlantiradi. Mana bu joyda Alloh subhanahu va taolo bizlarni iymon keltirganligini da'vo qiladigan bo'lsak, bizga nido qilyapti va bir xatarli narsadan ogohlantiryapti. Sura Ali Imrondagi nidolar aksarlari xatarli narsadan ogohlantirishlikka dalolat qiladi. Ey iymon keltirgan kishilar, kitob berilgan ahli kitoblarning bir toifasiga agar itoat qilsanglar, ya'ni fariqon, yoki bir toifasi yoki har qanday toifasiga, ahli kitoblar 73 firqaga bo'linib ketdi. Ahli kitoblarning qandaydir bir toifasiga, qaysi toifasiga bo'lsa ham ergashsanglar, sizlarni ular iymon sifatiga ega bo'lganinglardan keyin kofirlikka qaytaradi. Demak, ahli kitoblar kimlar? Aksarlari yahud nasoralar. Bular kitob berilgan kishilar, ilmli kishilar. Bularga Tavrot va Injil berilgan. Shularning har qanday toifasiga ergashgan bo'lsanglar, sizlarni iymon sifatiga ega bo'lganinglardan keyin kofirlikka qaytaradi. Mana bu oyat hozirgi iymon keltirgan kishilarni nihoyatda ogohlanadigan narsa. Tekshirib ko'rsangiz, hozirgi vaqtda musulmonlar qo'llarida har xil kitoblarni ushlashib yuribdi. Ular ahli kitoblarning kitoblari. Ular dunyoning hamma tiliga tarjima qilingan. Mana bu kitoblardan chiroyliligi, varaqlarning go'zalligiga aldanib shu narsalarga qarashib boryapti. Alloh bizni ogohlantiryaptiki, ahli kitoblar, ya'ni yahud nasoralarning har qanday toifasiga itoat qilsanglar, itoat alomatini o'zingizlarda ko'rsanglar, sizlarni iymoningizlardan keyin kofirlikka qaytaradi, deyapti Alloh taolo. Demak, islom manhajiy yo'ldir. Inson harakat qilar ekan, manhaj asosida, islomiy manhaj asosida harakat qilishlikka majburdir agar iymonni da'vo qilsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning qo'llarida
Tavrotdan bir varaqni ko'tarib turganlarni ko'rdilarda yuzlari o'zgardi. Umar ibn al-Xattobning qo'llarida turgan Tavrotning bir varag'i o'zgartirilganligi hali noma'lum edi, birodarlar. To'g'ri. Qur'oni Karim bizga bayon qilyaptiki, ahli kitoblar o'zlarining kitoblarini o'zgartirishgan deb. Asl Alloh subhanahu va taolo tarafidan tushirilgan Tavrot, Alloh subhanahu va taolo tarafidan Iso alayhissalomga tushirilgan Injil bu narsa sof islom yo'lini olib kelgan edi. Lekin ahli kitoblar o'zlari hasad qilganligidan Muhammad alayhissalomning arab millatidan Qurayshning eng hurmatli xonadonidan chiqqanliklariga hasad qilib kitoblarni o'zgartirgan edi. Muhammad alayhissalomning sifatlarini Tavrot va Injildan o'chirib yo'qotishgan edi. U kishining Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning qo'llarida turgan Tavrotning bir varaq bu o'zgarganligi hali noma'lum edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuzlari o'zgardi. Shunda Umar ibn al-Xattob Allohning va rasulining g'azabidan panoh istayman deb ayblarni so'radilar. Shunda aytdilarki, "Afi shakkin ya ibn al-Xattob, sen hali shubhadamisan ibn al-Xattob?" dedilar. "Ya Rasululloh, men bu Tavrotning bir varag'i shuni o'qidim, shundan deb o'zlari bundan bir yo'l istagandim demadilar. Shu faqat o'qiganliklarini aytdilar." Shunda aytdilarki, "Law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Musa Kalimulloh, Alloh bilan bevosita gaplashgan Musa alayhissalom. Siz bir varag'ini ushlab turibsiz, hozir ey Umar, u kishi Musa alayhissalom sohibi Tavrot, Tavrotning asl hammasining egasi. Shu Musa agar tirik bo'lganda menga ergashlikdan boshqa narsa sig'mas, mumkin bo'lmasdi dedilar. Mo'min bo'lishlik uchun Musa alayhissalom Muhammad alayhissalomga ergashliklari shart edi. Mana bu narsani biz xuddi tushunmoqligimiz kerak. Itoat islom manhajiga shunday bo'lmoqligi kerak. Ahli kitoblarning bir toifasi har qanday toifasiga ey mu'minlar, agar ergashsanglar sizlarni mu'min deylar, sizlarni kofirlikka qaytaradi. Demak, bu yerda bir manhaj, islomiy manhaj o'zgarmas, qiyomatgacha muhrlangan manhaj. Bu manhajni muqarrar biz tushunib olishimiz kerak. Mukammal tushunishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni kofir bo'lishligini ajab narsa sanayapti. Kofir bo'lishlik nima? Kofir bo'lishlik uchun tamomiy narsadan voz kechishlik, islomning buyruqlaridan voz kechishlik emas, Alloh saqlasin. Ahli kitoblarning har qanday toifasiga ergashishlik kofir bo'lishlikka o'zi kifoya qiladi deydi. Va kayfa takfuruna, qanday kofir bo'lasizlar? Qanday kofir bo'lasizlar va antum tutla alaykum ayatulloh va fiikum rasuluh? Qanday kofir bo'lasizlar sizlarga Allohning oyatlari tilovat qilinib turilgan holatda? Allohning oyatlari tilovat qilinib turilgan. Bu oyatlar har bir oyat Allohning kalomi ekanligiga dalolat qiluvchi alomat, belgi bo'lgani uchun ayat deyilgan. Ayat Allohning yakkaligiga dalolat qiluvchi bitta oyat emas, bir necha oyatlar. Allohning kalomi degan hamma oyat Allohning huzuridan ekanligiga dalolat qilardi. Mana bu kalom sizlarga tilovat qilinib turilgan holatda, ichinglarda va fiikum rasuluh, Allohning payg'ambari turgan holatda qanday kofir bo'lasizlar? Ana bu o'rinda Muhammad alayhissalom ashoblar ichida turgan bo'lsalar, Muhammad alayhissalom vafotidan keyin Muhammad alayhissalomning sunnati mu'minlar o'rtasida qiyomatgacha barqaror qoldi. Alloh o'zining dinini saqlashlikni va'da qilgan, qiyomatgacha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari barqaror qoladi. Sunnat, takror aytamiz, u kishining so'zlari va amallari
va huzurlarda qilingan amalni taqrir qilganliklari. Sunnat 3 qismni tashkil qiladi. Mana bu sunnat so'zlari va amallari biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qanday holatda yurishlari, turishlari, o'tirishlari, yotishlari, ovqatlanishlari, qanday tahorat qilganliklariga ergashmoqchi bo'lsak, u kishining davrida suratkashlik rivojlangan emas, balki suratkashlikka ashaddiy qarshi turganlar. La'nat aytganlar, shunday qalblari mehr bilan to'lgan zot. Suratkashlarga la'nat aytganlar. Mana shunday zot suratkashlik yo'q bo'lgan davrda u kishining holatlari xuddi ko'rsatilgandek hadis kitoblarida saqlanib qolgan. U kishining hamma sifatlari oliy sifatlar ekanligini yaqqol ko'rinib turadi. Agar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sifatlarini bir qismi biror millatning peshvosida bo'lganda odamlar u sifatdan boshqaga ergashmagan bo'lardi. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdagi komil inson bashariyat tarixida bo'lgan emas va qiyomatgacha bo'lmaydi. Mana bu kishining sifatlariga ergashmasdan yurishlikdan ko'ra katta nodonlik yo'q, birodarlar. Chunki u kishining har xususan buyurgan sunnatlariga ergashishlikka biz majburmiz. Ammo ba'zi amallari targ'ib qilganlar, xolasak qilamiz, xolasak qilmaymiz, ammo qilishlikda ajr bor bizga. Ba'zi amallarni muboh uchun qilganlar. Qilsak savob, qilsak ham bo'laveradi, qilmasak ham bo'laveradi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'llarini qo'yib, ahli kitoblarning bir toifasiga ergashsanglar degan narsa biz uchun bir xatar bo'lishligi kerakki, biror bir sohada ergashishlikdan qo'rqishlik vujudga kelishi kerak. Biror sohada ergashmaslikka harakat qilmoqlik kerak. Va man ya'tasim billah, Allohni mustahkam arqonini mahkam ushlagan, Allohning yo'lini mahkam ushlagan odam faqad hudiya ila siratin mustaqim, to'g'ri yo'lga yo'llanadi. Mana bu oyat bizga nihoyat darajada ahli kitoblarning har qanday toifasiga ergashib ketib qolishlikdan ehtiyot bo'lishligimizdan ogohlantirsa, ikkinchidan ergashib ketib qolishlikdan saqlaydigan saqlovchi narsani ham bizga yo'llanma beryapti. Bu Allohning oyatlari va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari Allohning yo'lini mahkam ushlashlik, to'g'ri yo'lga yo'llanishligini bayon qilyapti. Demak, bu biz faqat yo'lni kitob va sunnatdan olamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jami' so'zlari, yuz minglab hojilar bor bo'lgan huzurda Hajjatul Vadoda aytgan so'zlari: "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullohi va sunnatu nabiyyi." Men sizlarga ikki narsa qo'yib ketyapman. Agar mahkam ushlasanglar, hargiz adashmaysizlar, qiyomatgacha adashmaysizlar dedilar. Payg'ambarlar oltin, kumush qo'yishib ketgani yo'q. Xalqlarni aldab pul sarf qilib o'zining yo'liga olib kelsin deyilgani yo'q. Islom odamlarningga pul sarf qilishlikka hojati yo'q. Islom haqiqat. Bu narsani oshkor aytishlik bilan odamlarning tabiatiga muvofiq keladi, odamlar islomni qabul qilaveradi. Ammo boshqa maslaklarchi, ular pul sarf qilib oldaydi. Har xil kishilarning, 50 ta odamning o'zlarining botil ibodatlariga olib kelgan kishilarga sayyoralar va'da qiladi. Mana bunday botil u ko'p nodonlarcha targ'iblarga muhtoj bo'ladi. Ammo haq bo'lsa, to'g'ri o'zini bayon qilishlik kifoya qiladi. Islom tarixda birovga yalinib o'zining yo'liga chaqirgan emas. Islom har sang tosh bo'lib ketgan qalblarning yorib, o'zining nurini ko'rsata olishlikka qodirdir. Shuning uchun Allohning oyatlari tilovat qilinib turilgan, Rasulining hadislari bildirilib turilgan odamlarning, ahli kitoblarning toifalarining yo'liga ergashilib ketib kofir bo'lishligida qizil narsa yo'q.
Mabodo bir qizil narsa bo'lsa, Allohning kalomini eshitib turib, Rasulining sunnatini eshitib turib, kofirlarning bir toifasiga ergashib ketishlik eng xatar narsadir bu. Bu ba'zi bir kishilar buni g'alati tushunib qolgan bo'lsa, takror aytamiz, bu xitob mu'minlarga. Alloh iymon keltirgan kishilarni chaqiryapti. 13-nido. Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Alloh subhanahu va taolo iymon keltirgan kishilarni Allohdan haqiqiy taqvo qilishlikka buyuryapti. Va bu taqvoda davom etib oxirgi nafasda musulmon bo'lgan holatdagina o'lishlikka Alloh buyuryapti. O'layotgan holatgacha bu islomda barqaror bo'lishlikda qolishlikka Alloh buyuryapti. Demak, Alloh subhanahu va taolodan haqiqiy taqvo qilishlikka buyurilishlik mo'min odamni haqiqiy mo'min bo'lsa yuragini larzaga keltiradi. Haqiqiy taqvo qilishlik qanday mumkin ekan deydi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu haqiqiy taqvoni fattaqulloha mastata'tum. Allohga qodir bo'lganinglarcha taqvo qilinglar degan oyat bilan bayon qiladi. Demak, imkoniyat boricha taqvo qilishlik Allohdan haqiqiy taqvo qilishlikdir. Musulmon holatidagina vafot qilinglar deb Alloh buyuryapti. Demak, oxirgi nafasgacha inson haq yo'lda barqaror qolishlikka harakat qilmoqligi kerak. Allohdan taqvo qilishlik birinchi Alloh azza va jallaga itoat qilish, rasuliga itoat qilish, Alloh buyurgan narsalarni qilishlik bilan, qaytargan narsalardan qaytishlik bilan insoniy toqat doiralarida. Lekin Alloh buyurgan narsalarni qilish, Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik, Allohning buyruqlarini bilishlikka va qaytargan narsalarni o'rganishlikka bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ilmning talab qilishlik muayyan bo'ladi. Ilm talab qilishlik bilan inson Alloh subhanahu va taoloning ismlari, sifatlari, fe'llari bilan taniydi. Alloh subhanahu va taoloning ism, sifat, fe'llari bilan tanigandan keyin Allohdan qo'rqish va Allohga muhabbat qilish, Allohning jannatiga moyillik va jahannamidan qo'rqish insonda hosil bo'ladi. Mana bu haqiqiy taqvoning boshlanish qismi bo'ladi. Alloh buyurgan tavhid nima? Alloh taolo man qilgan shirk nima? Mana bu narsalarni bilib, bulardan saqlanishlik zarur bo'ladi. Shunda tavhidni bilib, bunga amal qilishlik bilan ahli tavhidga aylanadi. Shirkni bilib, shirkdan ijtinob qilishlik bilan shirkdan saqlangan kishilar safidan o'rin oladi. Shirk Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasini uzib qo'yuvchi narsadir. Alloh mutlaqo kechmaydi. Agar kimda shirk amali sodir bo'lsa, amali habata bo'lishligida shak shubha yo'q. U kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Demak, haqiqiy taqvo qilishlikning birinchi qadami ahli tavhid bo'lishlik, shirkdan salomat bo'lishlikdir. Va shu e'tiqodotda umrning oxirigacha malomatchining malomatiga quloq solmasdan har qanday malomatlarga chidab shunda sobit qolishlik bu haqiqiy taqvo qilishlikdir. Inson mana bu narsani boshidan kechirar ekan, bu narsa nihoyatda bir o'ziga yarasha Alloh tarafidan nido qilib chaqirilib xitob qilinishiga arziydigan narsa ekanligini biladi. 14-nido. Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma 'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda iymon keltirgan kishilarga nido qilib, xatarli narsadan ogohlantiryapti.
Bitona arab tilida batn deb qorinni aytadi. Qorinning ichidagi narsa maxfiy turadi. Lug'aviy ma'nosi shu bilan bog'lanadi. Bitona o'zining maxfiy, moliyaviy va boshqa ijtimoiy sirlariga voqif bo'ladigan qadrdon odamni tanlab olishlikni bitona, shu odamlarni bitona deydi arab tilida. Alloh subhanahu va taolo o'zingizlardan boshqa, ya'ni mu'min bo'lmagan, musulmon bo'lmagan odamlarning o'zingizlarning, ya'ni musulmonlarning ishiga voqif bo'ladigan, musulmonlarning sirini biladigan xizmatga qo'ymanglar deyapti Alloh taolo. Musulmon jamiyatidan o'ziga xos o'zining har bir maydondagi siri bor. Mana bu sirlarga voqif bo'ladigan odam albatta musulmon bo'lishligi kerak. Musulmon bo'lmagan odam bu sirlarga voqif bo'ladigan bo'lsa, musulmonlarga zarar yetkazadi. Shuning uchun la ya'lunakum khabala, Alloh subhanahu va taolo o'zingizlardan boshqa sirlarga voqif bo'ladigan kishilar sizlarga fasod tarqatishlikda, sizlarni buzishlikda suskashlik qilmaydi. Biror daqiqa suskashlik qilmasdan fasod tarqatadi deydi. Hayotda bir nazar tashlasangiz, musulmon bo'lmagan kishi albatta musulmonlarning o'rtasidagi poklikni ko'rib, ularni o'ziga o'xshagan buzg'unchi bo'lib fasod tarqatadigan odam bo'lmasa rozi bo'lmaydi. Chunki nopok narsa pokizalar ichida ko'rinib qoladi. Alloh subhanahu va taolo o'zingizlardan boshqa bitona, o'zingizlarni siringlarga voqif bo'ladigan kishilarni tanlab olmanglar. Ular sizlarga fasod tarqatishlikda suskashlik qilmaydi. Doim g'ayratlik, bedor bo'lib uyqusiramasdan sizlarga fasodni tarqatishlikda suskashlik qilmaydi. Va duma'anittum, doim sizlarning mashaqqatda, halokatda bo'lishinglarni juda ham yaxshi ko'radi. Bu nihoyatda yaxshi ko'rishlik. Sizlar zararlansanglar, sizlar halok bo'lsanglar, sizlar doim mashaqqatda bo'lsanglar, shuni oh deb turib juda yaxshi ko'radi. Qad badatil baghda'u min afwahihim, yomon ko'rishlik tillaridan aniq zohir bo'lgan. Qur'oni Karim mana bu oyatda biz tillaridan deb ma'no berib qo'ydik. Qad badatil baghda'u min afwahihim, og'izlaridan. Ya'ni tillaridan degan kalimani o'rniga Qur'oni Karim qad badatil baghda'u min afwahihim, og'izlaridan deyapti. Ular mu'minlarni yomonlaganda tillaridan emas, og'izlaridan shunday to'lib chiqib turadi. Oyatda og'izlarini to'ldirib, mana ko'rdi bular, kunini ko'rdi deganga o'xshagan yomon ko'rganlik belgilari tilidan emas, tilining uchidan emas, og'zidan to'lgan holatda chiqadi. Mana bu nifoq, kufr, shirkning belgisidir, birodarlar. Ko'p o'rinda biror bir musulmonga zarar yetsa, u musulmonning zarari haqida og'zini to'ldirib gapiradigan, o'zini musulmon shaklida ko'rsatgan kofirlar juda ko'pdir. Va ma tukhfi suduruhum akbar. Bular bu og'izlardan chiqqani bu, dillarida bekitgani undan ham kattaroq. Bu og' deydi. Musulmonlar zarar ko'rsa, bu musulmonlarga og' deydi, ko'proq bo'lishligi kerak degan narsa dilida turadi. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun, oyatlarni sizlarga bayon qildik agar aqlinglarni ishlatgan bo'lsanglar. Musulmonlarga ham Alloh subhanahu va taolo aqllarini ishlatishlikni Alloh nasib qilsin. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo hamma narsadan bizni ogohlantirib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Imom Buxoriyning Jami' sahihlarida bir hadis sharif keltiriladi. Ma ba'athallohu min nabiyyin va la istakhlafa min khalifatin illa kana lahu bitanatan. Bitanatun ta'muruhu bil khayr wa tahubbuhu alayh, wa bitanatun ta'muruhu bis su'i wa tahubbuhu alayh, wal ma'sum man 'asamahu Allah.
Alloh subhanahu va taolo payg'ambar jo'natgan bo'lsa, biror bir xalifa qilgan bo'lsa, ikkita yonida xos yordamchi berdi. Payg'ambarning ham yonida ikkita xos yordamchisi bo'lgan. Xalifa bo'lsa ham yonida xos ikkita betona sirlariga voqif bo'lgan ikki kishi bo'lgan. Bittasi yaxshilikka buyuradigan, yaxshilikka targ'ib qiladigan. Ikkinchisi bo'lsa yomonlikka buyurib, yomonlikka targ'ib qiladigan. Yomonlikka targ'ib qilganda saqlanganlar Alloh saqlaganlardir. Alloh saqlaganlar saqlanib qolgan. Doim qaysi bir millatga peshvo bo'lsa, bir odam unga to'g'ri maslahat beradi. Yaxshilikka yo'llaydi, yaxshilikka undaydi. Ikkinchisi bo'lsa, shu xalqqa zarar bo'ladigan narsaga undaydi. Saqlangani yomonlikdan saqlangani Alloh saqlagani dedilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu davrida Hira nasorolardan bir kishini nihoyatda kotib ekanligini, qalamga mohir ekanligini, shu sizni oldingizda turib, sizga butun yozuvga bog'liq bo'lgan narsalarni bajaradigan kishi bo'lsa, deb maslahat ko'rsatishdi. Bu Hira nasorolardandir, ahli kitoblardandir. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu u kishi nihoyatda tarbiyalari Qur'on bilan sug'orilgan edi. Aytdilarki, la akhudhu bitonatan min dunil mu'minin. Mu'mindan boshqa odamni men o'zimni sirimga voqif qilib xizmatga olmayman dedilar. Abu Musa al-Ash'ari bu kishi nasroniy bir hisobchi, nihoyatda hisobga mohirni Umar radhiyallohu anhu da oldiga olib kelganlarda qattiq zajr qildilar. Aytdilarki, la tudnihim, menga yaqinlashtirma. Va qad aqsahumulloh, Alloh ularni chetlatgan odamni meni oldimga yaqinlashtirma dedi. Va la tukrimhum va qad ahanahumulloh, Alloh xorlagan odamlarni hurmat qilma dedilar. Va la ta'manhum va qad khawwanahumulloh, Alloh xiyonatchi degan odamlarni sen amin odam deb meni oldimga kelma dedilar. Mana bu narsa bizlarga ogohlantirishlikdir. 15-nido. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afatan wattaqulloha la'allakum tuflihun. Iymon keltirgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo riboni yeyishlikdan qaytaryapti. Riboni adha'afan mudha'afa, nihoyatda ko'paytirilgan holatda, bo'lib ketib qolgan holatlarda ham iloji yo'q qoldi, endi ko'payib ketdi deb qo'ymasdan riboni yeyishlikdan man qilyapti. Ribo sutxo'rlikdir. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar, la'allakum tuflihun. Ribodan saqlanib Allohdan qo'rqsanglar, shunda najot topsanglar shoyat deyapti Alloh taolo. Ribo mana aytib o'tganimizdek, riban nasi'a, ribal fadl ko'proq xalq o'rtasida shoyi bo'lgan, islomning hukmini qabul qilmagan yoki bilib turib amal qilmagan kishilarning o'rtasida joriy bo'lgani ribal fadl, bir narsani sotib ko'prog'iga sotishlikni aytiladi. Misol, bir o'lchov miqdordagi bug'doyni undan ko'ra berib ko'proq bug'doyni qabul qilishlik, bu ribal fadl, shu vaqtdagina ziyodasiga sotishlik. Riban nasi'a bo'lsa, ma'lum bir miqdorda pul berib turib, uni har haftada yo har bir ma'lum bir muddatda ko'proq qilib olishlikni riban nasi'a deydi. Hozirgi vaqtdagi ribo johiliyat davridagi ribodan qattiqroqdir, birodarlar. Johiliyat davridagi ribo, bir kishi bir odamga pul berardi. Pul berib turib, muayyan muhlatda berishligini shart qilardi. Shu muayyan muhlatga olib kelsa, undan ortiqcha hech qanday foyda olmasdi. Shu muayyan muhlatga olib kela olmasa, undan foyda olardi. Mana shu ribo edi. Hozirgi vaqtda bo'lsa, bir odam ikkinchi bir odamga foyda beradigan bo'lsa, shirkatlar foyda beradigan bo'lsa, shu vaqtni o'zidagina tayin qilib ola qoladi.
Mana bu jahiliyat davridagi ribodan ham xunukroqdir. Shirk ham hozirgi vaqtda jahiliyat davridagi shirkdan qattiqroq bo'lgandek. Jahiliyat davridagi mushriklar qiyinchilik holatlarda yakka Allohga sig'inishardi. Hozirgi vaqtda qiynalganlar ham yana shu mushrik bo'ladigan amallariga sig'inishadi. Ribo Qur'oni Karimda qattiq suratda riboxo'r bo'lgan odam qiyomat kuni jin urgan odamdek, shayton dovdiratgan odamdek o'rnidan turadi. Tiklanishligi bilan yana bitta shaytondan, jindan kaltagidida yana dovdirashlik bilan boshlanadi. Mana shu holatda o'rnidan tura olmasdan shu holatda qiyomatda sharmandalarcha bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan Ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida sahih sanad bilan keltiryaptilarki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ribo haqida ko'p so'zlar aytdilar. Bulardan bittasi dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 36 zaniya. Er kishi bilib turib yegan bir dirham ribo 36 ta zinodan qattiqroqdir degan ekanlar. Rasul sallallohu alayhi va sallam bu muttafaqun alayh bo'lgan hadisda, Imom Buxoriy va Imom Muslim jami sahihlarida keltirilgan hadisda ar-riba 73 baban aysaruha an yankiha ar-rajulu ummuhu. Ribo 73 turli bo'ladi. 73 bob bo'lsa, shuni eng yengili kishi o'zining onasi bilan yotgani bilan barobar bo'ladi degan ekanlar. Ribo bilan shug'ullangan odam tamomiy hayotini barbod berib, oxiratini barbod berishlikdan tashqari. Chunki uning barakotini Alloh subhanahu va taolo shu vaqtda ko'taradi. Islom dunyo riboga botib turgan vaqtda riboni yo'qotdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'llanmalari birinchi ribo, amakim shug'ullanayotgan ribo, bu ribo oyog'im ostida. Kimni amakidan qarzi bo'lsa, o'zini asta qarzini bersin, foydasini bermasin dedilar. O'zlarining qarindoshlaridan boshladilar. Mana shu hajjatul vadoda aytgan so'zlari bilan ribo islom olamida qurib yo'qib ketdi. Chunki islom avval iymon mamlakatini har bir odamning qalbiga qurib bo'lgan edi. Shuning uchun bu iymon mamlakati qalbida mustahkam bo'lgandan keyin, bunga Allohning hukmi hukmron bo'lgandan keyin, Rasulining sunnati hukmron bo'lgandan keyin, Alloh Rasuli tomonidan kelgan buyruq bu mamlakatda hokim edi. Qalb mamlakatini egallagan edi. Shuning uchun mana bu narsa ta'sir qilgan edi. Mana bu so'zlar ham takror aytamiz, ribo bilan shug'ullanayotgan o'zining mo'minman degan kofirlarga emas. Bu Allohning kitobi, ey iymon keltirgan kishilar deyapti. Bu ribodan qaytadigan faqat mo'minlar qaytadi. O'zi mo'minman deb shudan qo'rqqan vaqtida ihson qilib shuni iymonning alomati deb yurgan odamlar mutlaqo qaytmaydi. Shuning uchun bu yerda xitob insonlar deb hisob bo'lmayapti. Iymon keltirgan kishilar riboni yemanglar deydi. Qalbida iymon borligini imtihon qilsin, riboni ana shu kunidan voz kechadi. Mana bu iymonning alomati. Bo'lmasa bu kitobga quloq solmasa, xotirjam bo'lsin, o'zining iymondan tashqarida deganligini belgisidir shu. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarda 7 ta halok qiluvchi narsadan chetlaninglar dedilar. Bittasi ash-shirku billah, Allohga shirk keltirish, sehr dedilar va nohaq odam o'ldirish dedilar. Ribo yeyishlik dedilar. Yetimning molini yeyishlik, Allohning yo'lidagi jihodga chaqirilganda bosh tortishlik va pokiza ozoda ayollarning sha'niga tuhmat qilishlik yetsa dedilar. Odam o'ldirishlik bilan riboni yeyishlikni barobar qildilar. Yetimning molini yeyishlikni odam o'ldirishlik bilan barobar qildilar. Hozirgi vaqtda nomlari turlanib ketgan, hammasini yig'ishtirib kelsa sehr deydigan narsani odam o'ldirishlik bilan barobar qildilar. 16-nido Ya ayyuhallazina amanu in tuti'u allazina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu mawlaakum wa huwa khayrun nasirin. Iymon keltirgan kishilar, kofirlarga itoat qilsanglar,
orqanglarga qaytaradi. Orqanglarda nima bor edi? Kufr bor edi. Shu kufrga qaytasizlar. Shunda ziyonkor bo'lib qaytasizlar. Dunyo va oxiratda ziyonkor bo'lasizlar. Balillahu mavlakum. Sizlar Alloh sizlarning hojiylar. Va huwa khayrun nasirin. Alloh yordam beruvchilarning eng yaxshisidir. Hoja yordam beradi. Modomiki banda hojam desa, banda bu hojaning bandasi bo'larlasa, shu vaqtda hojati u bandasini qulini qo'ymaydi. Lekin qul bo'lmasdan turib, hojadan yordam so'rash bo'lmaydi. Alloh sizlarning xitob iymon keltirgan kishilarga bo'lyapti. Sizlarning hojiylar. Mo'min odam doim hojam Alloh subhanahu va taolo deb bilishligi kerak. Shuning Allohning quli bo'lmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo yordam beruvchilarning eng yaxshisidir. To'g'ri, mo'minlarga mo'minlar yordam beradi, lekin ularning ichida hammasidan yordam beruvchi zot yaxshisi Alloh subhanahu va taolodir. Demak, bizni Alloh subhanahu va taolo kofirlarga itoat qilib qolishlikdan ogohlantiryapti. Bu ham takror aytamiz, xitob mo'minlargadir, birodarlar. 17-xitob: Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idha darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu liyaj'ala Allahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir. Ey iymon keltirgan kishilar, kofirlarga o'xshagan bo'lmanglar. Alloh bizni man qilyapti kofirlarga o'zimizni o'xshatishlikdan. Ey iymon keltirgan kishilar, kofirlarga o'xshagan bo'lmanglar. Sizlar mo'minsizlar, deyapti Alloh taolo. Ularning hatto so'zlariga o'xshagan so'zlarni ham gapirmanglar. Va qalu li ikhwanihim, ular birodarlarga aytishadi. Kofir birodarlarga aytishadi, "Idza darabu fil ard." Zohirda o'zi mo'min sifat bo'lib, mo'minlarning ichiga kirib olgan birodarlari bor. G'animat ilashib qolsa olamiz deb, foyda bo'lib qolsa olamiz deb, mo'minlarga bir yaxshilik bo'lsa biz ham bir ulushdor bo'lamiz deb aralashib olgan zohirda mo'minu o'zi asli kofir bo'lgan birodarlarga aytadiki, kofirlar idza darabu fil ard, yerda sayr qilishsa, aw kanu g'uzlan, yoki g'oziylardan bo'lib jihodda ishtirok etsa, ko'pdan shular bitantasi o'lib qolgan bo'lsa, yo bir kasallanib zararlangan bo'lsa, law kanu indana ma matu wa ma qutilu, bizni oldimizda bo'lganda o'lishmasdi ham, o'ldirilishmasdi ham deyshadi. Agar bir kishi hozirgi vaqtda birodarlar islom yo'lida inson biror bir o'zining molini yo jonini sarf qilib islom Allohning buyrug'ini qilaman deb biror joyda yo'lda vafot qilgan bo'lsa, yo biror bir zarar ko'rgan bo'lsa, mana bizni gapga kirganda bunday bo'lmasdi deydigan faylasuf kofirlar ko'payib ketadi. Qur'oni Karim bunday deganlarni kofir deb atayapti. Demak, islom yo'lida biror bir zarar yetsa, shuni doim agar bizni maslahatga unaganda bu zararni ko'rmasdi deydi. Ba'zi bir kishilar ham hayotidagi hamma yaxshilikni Allohdan deb turib, bir zarar bo'lib qolsa, birovdan ko'radi. Mana bu joyda Qur'oni Karim bizga, ey mu'minlar, sizlar kofirlarga o'xshagan bo'lmanglar. Hatto so'zlarda bu o'xshagan so'zlarni aytmanglar. Ularning aqidasi buzuq. Shuning uchun ular mana shu so'zni aytishadilar. Liyaj'alallohu zalika hasratan fi qulubihim. Bu narsani ularning qalblariga hasrat qilishlik uchun Alloh taolo shuni deydiradi. Vallohu yuhyi va yumit. Alloh yashatadi, Alloh o'ldiradi. Vallohu bima ta'maluna basir. Alloh sizlar qilib turgan narsani ko'rib turuvchidir. Xolid ibn al-Valid tamomiy jihodda hayotlari o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jihodga jo'natdilar. Hayotlarida o'tib ketdilar. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Xalifa bo'lib u kishini yangitdan jihodga jo'natdilar. Har tarafga jo'natganlarda Xolid ibn Validni ham jo'natdilar, boshqa qo'mondonlarni jo'natganlarga o'xshagan. Shunda
Abu Bakr radhiyallohu anhu xilofat davrini o'tab vafot qildilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'lib, Abu Xolid ibn al-Validni qo'mondonlikdan tushirib, Abu Ubaydata Omir ibn al-Jarrohni qo'mondon qildilar. Shu davrgacha qaytib ko'rishmadilar. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu davrida Xolid ibn al-Valid shu butun jihodda bo'ldilar. Lekin Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi. Bu kishi umrlarida oxirlarida ko'p attang qildilar. Ko'p attang qildilarki, shu tuya o'lgandek o'lyapman, shahid bo'lmayapman deb ko'p yig'ladilar. Alloh o'ldiradi, Alloh tiriltiradi. Mana bu e'tiqodot mu'min odamning e'tiqodoti bo'lishligi kerak. Tayin qilingan muhlat albatta inson shuni bajaradi. Lekin biz o'limni tilashlikka va o'limni tilamaslikka ma'murmiz. O'limdan ehtiyot bo'lishlikka ma'murmiz. Bu ham Allohning buyrug'i bilan qilamiz bu amalni. Alloh subhanahu va taolo qilgan amallarni ko'rib turuvchidir. Agar insonda tavakkul sifati bo'lmasa, hamma narsada u zalolat yo'liga ketaveradi. Misol aytaylik, biror kishi bir farzandini tarbiya qilayotganda tavakkul bo'lmasa, daraxtga chiqma desa, daraxtga chiqarmasa uni borib daraxtga chiqmaydi. Tomga chiqsang, yiqilasan, qo'yib chiqma desa, u bola hech qo'lidan bir narsa kelmaydigan bir bola bo'ladi. Ertamandan kechgacha o'tiraveradigan bo'ladi. Biror bir narsani tayida o'tirsam, shu yiqilib ketadi deb yerdan jeladigan, shu bir ochiq keng joyda o'tiradigan bo'ladi. Borib shu ochiq joyda o'tirsa ham yer cho'kib ketib qolarmikin degan tashvish bilan bo'ladigan bo'ladi. Hayotda agar masalan tavakkul sifati bo'lmasa, insonni biror bir amal qila olmasdan o'tib ketadi. Agar buni qo'yganda uni qo'lardi deydigan odamlarning e'tiqodi buzuq e'tiqoddir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la taqul law dedilar. Law demagin. Chunki law shaytonni birinchi darvozasini ochib beradi dedilar. Mana qo'sa uni qo'lardi desang, shaytonning darvozasi ochiladi dedilar. 18-nido Ya ayyuhallazina amanu sabiru va sabiru va rabitu wattaqulloha la'allakum tuflihun. Ey iymon keltirgan kishilar, sabr qilinglar. Mo'min odam da'vat ishini olib ketishlikda sabr qilishlikka majburdir. Hayotning hamma ishi mo'mindan sabrni talab qiladi. Sabr bir narsani, Alloh buyurgan narsani qilishlikdan to'xtab qolishlik emas. Buni to'xtamasdan Alloh buyurgan narsani qilish va bu qiyinchilikka sabr qilishlikdir. Inson birinchi o'zini islom yo'lida nafsiga yoqmagan narsalarni ustida mahkam ushlashlik, ustida sabr qilishlikka majburdir. Allohga itoat qilishlikka, rasuliga itoat qilishlikka, sabr qilishlikka ma'murdir, majburdir. Allohning buyruqlarini qilishlikda o'ziga yarasha bir riyozati bor. Rasulining sunnatlarini bajarishlikda odamlarning masxaralariga sabr qilishlikka majbur. Bu narsalarga majbur bo'lib sabr qiladi. Alloh subhanahu va taolo harom qilgan so'zlardan o'zini tiyish, harom qilgan fe'llardan o'zini tiyishlikda sabr qilishlikka ko'p majburdir. Hayotda musulmon bo'lib yashashlik uchun boshiga tushgan ba'zi bir musibatlarga, mu'min birodarlarning boshiga tushgan musibatlarga sabr qilishlikka majburdir. Va o'ziga kelayotgan martaba, butun davlat mana bu narsalarni kelishligiga sabr qilib tug'yon qilmasdan o'zini tutib olishlik ham, bunga ham sabr qilishligi kerak bo'ladi. Shun bilan birga vasobiru, sabrlashinglar. Sabr qilinglar va sabrlashinglarning ma'nosi shuki, ro'baro'yingizda sizni masxara qilayotgan, sizni islomdan uzoqlashtiradigan odam ham o'zining botil yo'lida sabr qiladi. Bu botil yo'lni mu'minlarning o'rtasiga olib kelishlikka qattiq harakat qilib sabr qiladi. Siz ham o'rtada sabr qilsangiz, bu bilan sabrlashib, sabr sifatida yengishlikka majbursiz. Shundagina Alloh subhanahu va taolo bu so'zingizga ta'sir va g'alaba beradi. Va sobiru, sobiruning ma'nosi shudir. Ribot tabiiy ma'nosi o'zini bog'lash. Aslida ribot o'zini nafs qiyinchiliklariga bog'lab turib, islomiy hududlarni himoya qilib turishlik, islomiy shaharlardan chetda bo'lgan islom hududlarini, chegaralarini himoya qilib turishlik bu ribotdir.
Alloh subhanahu va taolo bu ribotga har bir mu'minlarni buyurdi. Ribot Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Anas radhiyallohu anhu rivoyat qildilarki, ribatu yawmin fi sabilillah khayrun min ad-dunya va ma fiha. Allohning yo'lida bir kun o'zini bog'lash dunyo va dunyoda hamma narsadan yaxshi dedilar. Imom Muslim rivoyatlarida ribatu yawmin va laylatin khayrun min siyami shahrin va qiyamihi. Bir kecha va kunduz o'zini Allohning yo'lida bog'lash bir oy roza tutib kechqurun bedor bo'lgandan ko'ra yaxshiroq dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 5 vaqt namoz o'qishlikni ham ribot dedilar, jamoat bilan o'qishlikni. Fadalikumur ribat dedilar. 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qishlikni ham ribot dedilar. Haqiqatda ham o'zini Allohning yo'liga bog'lagan odamlargina 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qiy oladi, birodarlar. Bo'lmasam u 5 vaqt namozni jamoat bilan o'qishlik uchun katta bir o'zini Allohning yo'liga bog'lagan kishi bo'lmoqligi kerak. Bo'lmasam bu ishni qila olmaydi. Mana bu nidodan keyin Alloh subhanahu va taolo vattaqulloha la'allakum tuflihun. Allohdan qo'rqinglar, shunda najot topasizlar deb taqvoga buyuryapti. Ribot, sabr va sabrlashlikka buyurgandan keyin. Bu 18-nido. Sura Baqarada 11 ta nido bo'lgan bo'lsa, Sura Oli Imronda 7 ta nido bo'ldi iymon keltirgan kishilarga. Sura Oli Imrondagi nidolar ham bugungi darsimizda tamom bo'ldi. Inshaalloh keyingi darsimizda Sura Nisodagi iymon keltirgan kishilarga bo'lgan nidolar haqida bahs yuritamiz. Inshaalloh. Bu savollar juda ko'p bo'lib ketibdi. Yana bir so'rayaptilarki, hozirdagi jamoatlarni qanday jamoatlardan bo'ladi deb so'rayaptilar. Biz shuni bilamizki, bitta jamoatni bilamiz. Qolganini hammasini zalolatda deymiz. U qaysi? Ahli sunna va jamoa. Hamma o'zini ahli sunna va jamoa degan odamlar da'vo bilan bo'lmaydi. Firqai nojiya, meni ummat, boshqa ummatlar 73 ga bo'linadi dedilar. Meni 72 ga bo'lindi, meni ummatim 73 ga bo'linadi. Hammasi jahannam o'tida, ammo bittasi najot topadi, jannatda dedilar. U humma ana alayhi va ashabi. Meni va ashoblarimni tutgan yo'lida bo'lgan kishilar najot topadi dedilar. U hamma o'zini ahli sunna va jamoa desa, u bilan bo'lib qolmaydi, ming marta ham bo'lmaydi. Bu o'zi kalimaga takror aytamiz, ahli sunna va jamoa. Jamoa tashkil bo'lmaydi avval. Avval ahli sunna tashkil bo'ladi. Sunnat ahllari bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yo'lini tutadi. Tutgandan keyin shulardan jamoa bo'ladi. Biz boshqa narsani bilmaymiz, birodarlar. Atam qo'ymaymiz, faqat biz bitta narsani bilamiz. Qaysi? Ahli sunna va jamoa. Shuni bilamiz. Kim ular? Hum ma ana alayhi va ashabi. Men va ashoblarim tutgan yo'lni tutganlar dedilar. Ularning mana sahobalarning sifatlarini o'qib beryapmiz, birodarlar. Bu kishi bir hammamiz uchun ham bir nima o'qitilar, shuning uchun hammaga taalluqli ishni o'qiyapti. Ba'zi bu yerdagi aytiblar, sizni qilgan ma'ruzalarni eshitib, islom uchun jonimni berishga ham tayyor bo'lib ketaman. Tashqariga chiqqanda dunyoga berilib ketaman. Shuni dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga sahobalar aytishadilar-ki, "Ya Rasululloh, bu huzuringizda o'tirganimizda butun jannatni ko'rib shavqimiz keladi. Jahannamni ko'rgandek bo'lib, unda panoh istaymiz. Tashqariga chiqsak yana bola chaqa tashvish boshqa narsalar bo'ladi" dedilar. "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu" dedilar. Amal qilinglar, hamma yozib bergan narsaga muyassar bo'ladi. Bu nifoq emas dedilar, ya'ni inson har bir harakatida o'zi bir ta'sirlanib turishlikka muhtojdir. Shuning uchun mana Qur'ondan, hadisdan birinchi dars qilinishligi masjidda asli sir ham shunday. Doim shunga intilib boradi. Inson nuqsondan doim xoli bo'lmaydi hech qachon. Endi duoyi qunutni duosini bilmaganlar u qiladi, bu qiladi ketmaydi. Duoyi qunutni o'rgansin. Biz endi baribir birodarlar bu islomni masalan qarib qolib tili kelmay qolganligini hisobga olib bilan nima qilmaymiz-da. U o'rgansin, to o'rganguncha Alloh taolo gunohini kechirsin. Biz yana savollar beryaptiki, ixtilofli masalalarga biz qaramaymiz. Ijtihodli mujtahidlarning o'rtasidagi hadislarni olgan, olmagan boshqa nimalarga biz qaramaymiz, birodarlar. Biz muttafaqun alay bo'lgan narsani minbarda gapiramiz.
Odamlar o'zlari hadislarni o'qishib amal qilishsalar, marhabo deymiz ularga. Bitta sahih hadisga amal qilgan odamni hurmat qilamiz. Ammo biz minbarda muttafaqun alayh bo'lgan, butun hamma hadislar bog'lanib muttafaqun alayh bo'lgan so'zni aytamiz. Ixtilofli masalalarga javob bermasligimiz, bu bilmasligimiz yo boshqa narsadan emas. Bu minbar bir fikrni maqla aytmasligimiz kerak. Aytyaptilarki, mardikorni yoki ustani badandan ter qurimay turib rozi qiladigan hadis eshitgandim. Hadis bu lafz emas, ya'ni bir ishlatgan odamni rozi qilishlik shartligi haqida hadis bor. Lekin tezroq rozi qilishlikni shunga kinoya qilingan. Lafziga nima qilinmasinki, terisi qurib, sal yuvinib, tozalanib bo'lgandan keyin berilsa yaxshi bo'ladi. Bu birodarlar targ'ibot vositasi bilan eshitilingan narsaga iqtido qilib turishlik bo'lmaydi. Shuni savol bo'lgan ekan. Dedi bir odam so'rayaptiki, "Xo'p, mayli, juda hamiyati bilan yozishsa javob bermasak bo'lmaydi. Hurmatli qorakan, yaratgan Rabbimizni nima uchun sensilaymiz? Axir bu Allohga nisbatan hurmatsizlik emasmi? Agarda hurmat yuzasidan, ya'ni yaqin olib sensiradigan bo'lsak, ota-onamizni ham hurmat yuzasidan sensirasak bo'ladimi, yo'qmi?" degan savol o'tdi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taologa sen deb xitob qilingan. Anta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam anta qayyimus samawati val ard. Biz Rasululloh Alloh subhanahu va taologa anta deb xitob qilib, biz ham shunday xitob qilamiz. Qur'oni Karimda Alloh taolo o'zini shunday bir bayon qilgan joyda val arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Yerni biz tekisladik, qanday yaxshi tekislovchimiz deb unda ko'plik bilan keltirdi. Ya'ni Alloh o'zini tekislab o'zi yaratganligida shak shubha yo'q. Shunday bo'lib tursa ham biz deb gapiryapti Alloh taolo. Demak, biz o'zimiz bitta ishni qilgan bo'lsak, men qildim deymiz. Men qildim emas aslida. Alloh madad berganligi uchun qilganimizdan keyin buni men deganni yig'ishtirishlik uchun Qur'on bizga hidoyatdir o'rinda. Ammo sen deb xitob qilishligimiz biz banda tarafidan Allohning yakka yagonaligida hatto o'zi ko'plik sigasini hurmatga iste'mol qilingan sigani ham iste'mol qilmaslik bu tavhidga yaqinroqdir. Tushunarlimi? Juda ominni baland ovoz bilan aytishlikning fazilatini aytib bering deyaptilar. Bu yerda birodarlar, biz uni fazilati tomoni bilan ishimiz yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjidlarida ashoblar ominni oshkor aytganliklari uchun biz aytamiz. Bizga shu fazilat kifoya qiladi. Bunda aytilganlari bor va aytilganlarni aytgan imom g'alabolin desa omin deyiladi. Chunki kimni omin kalimasi maloikalar ham omin deyshadi. Omin maloikalar omin bilan bir xil bo'lib qolsa, shunda o'tgan gunohlar hammasi mag'firat qilinadi degan hadislar bor. Sizlarni omin deyishinglarga yahudlar bu ominga hasad qilgandagi boshqa kuchli hasad qilishmadi deganlar. Nihoyatda mu'minlarni shu omin deganda bu ular hammasi gunohdan tozalab ketishadi deb ko'p hasad qiladi. Bunga qarshi bo'layotgan odamlar ham bunga ehtiyot bo'lishlik kerak. Kimlarga o'xshab qolayotganligini. Xo'p, duo qilib ba'zi xatlarni o'qiyolmaganimizga uzr birodarlar. Alloh subhanahu va taolo betoblarga Alloh shifo bersin, qarzdorlarga najot bersin. Alloh subhanahu va taolo ilm talab qilayotganlarga Alloh ilm bersin, amal qiladigan ilm bersin. Biz ham shu kichkina jamoamizga jami madrasa masjidining haq yo'ldagi xizmatlariga Alloh taolo o'zi najot bersin. Shu yo'lda xizmat qilayotganlarga Alloh taolo tandurustlik bersin va so'zlariga ta'sir bersin. Alloh subhanahu va taolo ularning har bir qadamini ajrli qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror bo'lishligini, Allohdan haqiqiy taqvo qilishligini, o'layotgan holatimizda musulmon bo'lib o'lib ketishligini Alloh taolo nasib qilsin. Qiyomat bo'lmasdan ilgari o'lishlikni Alloh nasib qilsin. Hamma shu narsani tilab yurishlik kerak. Chunki qiyomat bo'lganda tirik qolgan odamlar eng yomon odamlar bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Farzandlarimizni solihlardan qilsin. Oilalarimizni haq yo'lda barqaror qilsin. Oilalarimizga ham Alloh taolo islom haqiqatlarini bildirsin. O'tgan ajdodlarimiz Alloh taolo gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarni qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo ahli islomni birlashtirsin, qalblarni haq yo'lda qilsin. Sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi. Men shu narsani aytib qo'ymoqchiman birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, safiylarni barobar qilasizlar, yo Alloh qalbinglarni qarama-qarshi qilib tashlaydi dedilar. Shuning uchun bu
bir narsani o'zingizlar ham sezayotgan bo'lsanglar kerakki, bir qandaydir saflarni barobar qilishligimizda qalblarimiz bog'lanayotganga o'xshab qolyapti. O'zingizlar buni sezayotgan bo'lsanglar kerak. Saflar barobar bo'lmagan joyda namoz o'qishinglar bilan yurak boshqa bo'lib, o'zi siqilib shunaqa bo'lib qolayotganligini hamma his qilingandir. Bu bir ajib bir hadiski, safiylarni barobar qilasizlar yo Alloh qalbinglarni qarama-qarshi qilib tashlaydi deydi. Shuning uchun hozirgi mana xufton namozimizda ham yangi kishilar ko'p. Birodarlar shularni oyoqlarini ushaban bo'lsa, yordam qilib shunaqa qilib saflarni barobar qilishlikka hamma odam nihoyatda mahkam tursin shuni. Qalblarimizni Alloh taolo birlashtirsin.